Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oxir zamonning kichik alomatlari haqida olib borayotgan darsimizni davom etkazamiz. Oxir zamon yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan kichik alomatlarning yana bittasi ilmning ko'tarilishi. Ilmning ko'tarilishi bu birdaniga ilm yo'q bo'lib qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh subhanahu va taolo ilmni birdaniga ko'tarib olib qo'ymaydi, balki olimlarni ketkizishligi bilan ilmni olib qo'yadi. Ilm birdaniga yo'q bo'lib qolmaydi. Kitoblar turadi, kitoblar tashlandi, terilib turadi, ma'lumot nihoyatda ko'p bo'ladi, lekin xalq mana shu ilmni o'rganishlikka iqbol qilmay qo'yadi. O'rganishlikka harakat qilmay qo'yadi. Hozirgi kunda insof qilib aytadigan bo'lsak, mana shu o'tirgan yoshlarning necha foizi o'tgan oyda nechta kitobni tugatdi? O'tgan oyda demaylik, o'tgan yilda aytaylik. Shu savolni beraylik o'zimizga. Biz televizorda ko'rib, radioda eshitib turib, ba'zi bir ilmiy ko'rsatuvlarda ko'rib bir ma'lumotimiz oshirayotgan bo'lyapmiz, lekin hech qachon kitob o'qigan bilan barobar bo'lmaydi bu narsa. Alloh rahmat qilgan kishilargina kitob o'qiydi. Mana shu siz bilan biz oramizdan ilm ko'tarilib ketayotganligini belgisi. Kitob o'qib, bir narsani o'rganishida o'rniga bitta telefon qilib palonchi qorakadan so'rab olamiz, bitta xat yozibdi domladan eshitib olamiz, bo'ldi. Shu bilan haligi ilmga ega bo'lgan bo'ldi. Hech kim qiziqib o'zi kitob olib o'qimaydi. Mana shu qiyomatda oxir zamonning mayda alomatlaridan deyiladi. Ya'ni ilm birdaniga kitoblarda yo'q bo'lib ketishligi bilan yo'q bo'lib olinib ketmaydi, balki kishilarni ilmga iqbol qilmay qo'yganligi tufayli tortilib ketadi. Oxir zamonda sodir bo'ladigan alomatlardan zilzilalar ko'payadi. Oxir zamonda alomatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yataqorabuz zaman deganlar. Zamonlar qisqaradi yoki zamonlar yaqinlashadi deydi. Ba'zi ulamolar mana shu sharhiga berganda xulosa oladigan bo'lsak, sharhida shunday aytadiki, vaqtning barakasi ketadi deyshadi. Xususan ko'rib turibmiz, Ramazonda 2-10 kunligi boshlandi birodarlar. Kecha Ramazon keldi deyatuvdik. Kecha bir hafta bo'pti deyatuvdik. Mana bugun 2-10 kunlik boshlandi deyapmiz. Birodarlar, his qilyapsizlarmi vaqt o'tayotganligini? Biz nimaga Ramazonda 10 kun o'tganligini hozir aytyapmiz. Chunki sanaymizda Ramazonni 5-kuni, 6-kuni deb. Endi bunaqa oydan qanchasi, bunaqa yildan qanchasi o'tib ketyapti. Uylanganlar qaranglar, necha yil bo'ldi o'tgan uylanganlarga. Uylanmaganlar qaranglarda, maktabda qachon birinchi marta ostonasini oxlab o'tganlarga. Vaqtni qisqarishi mana shu zamon vaqtdan baraka ketishligini bitta. Hozir peshingacha bir ish qilsangiz ulgudingiz, agar peshin bo'ldimi shu bilan kun tugadi. Kattalarimiz aytsin, bolalik paytini eslasa, ertalab turib molini qo'yini haydab tolaga boqib kelib, yana allaqancha ishini qilib, kechki paytga borganda ham bir vaqt oshib qolar edi. Hozirgi kunda ulgurmayapmiz. Vaholanki avvalgilar e'tibor beringlar. Eskilar to'y qilgan paytda piyada yurib, hamma qarindoshlarnikiga aylanib kelgan, birortasi qolmagan, ulgigan hammasiga. Hozir bo'lsa telefon bor, mashina bor, hamma yo'q bor, yana ulgurmayapmiz. Nimani belgisi shu? Oxir zamonning belgisi vaqtdan barakani ketishligi. Yana ba'zi bir olimlar esa mana shu 24 soat, 18 soat yoki 16 soatga qisqarib qoladi deganlar ham bor ekan, sharh berganlar ichida. Ya'ni 24 soat, bundan 1000 yil burun 24 soat deylik, hozirga kelib turib o'sha paytda 18 yoki 16 soatga yaqin bo'lib qoladi degan sharhlar ham bor ekan. Yana zamonaviy olimlarning bergan sharhida esa vaqtni qisqarishidan maqsad uzoq masofaga uzoq vaqt talab qilinmay qo'yadi. Ya'ni hajga borib kelgan 6 oy vaqt ketgan bo'lsa, avval piyoda yoki otda. Hozir ma'lum bir haftalar ichida borib kelinyapti. Yoki bir xabarni boshqa bir mamlakatga yetkazishlikka 10 kun vaqt ketsa, hozir bir necha sekund o'zi yetyapti. Vaqt qisqaradi degan so'zni mana shunday bir sharhlarni ulamolarimiz keltirib o'tadi. Oxir zamonda alomatlaridan fitnalar ko'payadi, harj ko'payadi. Harj bu qotillik. Mana kechagi suhbatimizda bu narsa haqida to'liq aytib bergan bo'ldik. Oxir zamonda alomatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu sahih hadislar. Oralaringizda mol dunyo ko'payadi. Mol egasi uning sadaqasini qabul qiladigan kishini izlab g'am chekadi. Ya'ni mol dunyo shunday ko'p bo'ladiki, sadaqa oladigan yoki zakot oladigan odamni istab topishlik amri mahol bo'lib qoladi. Bu bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deysizlar?
Biz o'zimizni islomimizni tarixini o'qimaganligimiz uchun nima turibmiz? Agar o'qigan bo'lganimizda aytardik, ha, bu bo'lgan. Umar ibn Abdulaziz davrida zakot oladigan odam qolmagan. Odamlar do'ppisiga tillasini solib, qaysi odam kambag'al ekan deb istab yurgan. Biz tariximizni bilmay, shunday bir zamoni saodat bo'lganki, birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asridan keyin mana Umar ibn Abdulaziz bor yo'g'i 2 yil 4 oy xalifa bo'lgan. Umar ibn Hattobning zurriyotidan bo'lgan bu kishi. Lekin adolat bilan hukm yurgizgan podshohga Alloh taolo raiyat uchun qanday barakot to'kib qo'ydi. 2 yil 4 oy podshohlik qildi, xalifalik qildi, barakot shunday yog'ilib ketdi. Zakot oladigan, sadaqa oladigan odam qolmadi. Bu bo'lib o'tdi bu. Bu alomati bo'lganiga 1000 yil bo'lyapti, birodarlar. O qachon kelar ekan o'sha davr? Zo'r bo'lsa kerak, hamma boy bo'lsa deb kutmaylik. Bo'ldi bu narsa. Ayni biz ummat ustida bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hadislarda keladi, bir kishi boshqa kishining oldiga borib sadaqasini bersa, u agar kecha kelganingizda qabul qilar edim, bugungi ehtiyojim yo'q deb javob beradi deydi. Bu aynan ana shu Umar ibn Abdulaziz zamonlarida bo'lgan ishlar. Bu alomat bo'lib bo'lganiga 1000 yildan o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan, antara khufatal uratal alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Jibril alayhissalom notanish odam suratida kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi, payg'ambar alayhissalom javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering dedi. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zlariga balat soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar deydi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayapti. Bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'lyaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbehda ipini uzib qo'ysangiz, birini ketidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi. Oxir zamonda alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shunday fitnalar ko'paydiki, bir kishi boshqa bir kishining qabri oldidan o'tib, qaniydi shu mayitning o'rnida men bo'lsam deb qoladi. Vaholanki buni dardi ham bo'lmaydi, birovlardan qarzi ham bo'lmaydi. Fitnaning ko'pligidan hayotdan ko'ra o'lim uchun afzal bo'lib qoladi. Oxir zamonning sanalgan alomatlaridan kun o'zining botishidan chiqadi. Bu oxirgi vaqtda bo'ladigan eng katta alomatlardan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan 6 ta alomatni xos aytib o'tdilar. Avf ibn Malik roziyallohu anhudan. Biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotida birga edik. U zotning oldiga kelganimda, u zot teridan tikilgan kapan ichida o'tirardi. Menga qarab turib, "Ey Avf, qiyomatga yaqin sodir bo'ladigan 6 ta narsani sanagin" dedi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lguncha sodir bo'ladigan 6 ta ishni aytib o'tadilar. Mening vafotim dedi. Bu istu ana va sahatayn degan Rasululloh. Men va qiyomatni mana shunday yuborilganmiz dedi. Ya'ni men kelishligim oxir zamonning belgisi. Endi vafotim oxir zamonga yana yaqinlashganligining belgisi. Ikkinchi belgi Baytul Maqdisning fath qilinishi. Baytul Maqdis Quddus yoki Yerusalim. Umar ibn Hattob davrida fath qilindi. Payg'ambarimiz aytgan u bashorat ham amalga oshdi. Ikkinchisi ham bo'ldi. So'ngra sizlarni oralaringizda nochor qo'ylarni o'lim olib ketgandek bo'ladigan katta o'lim. Bu Umar ibn Hattob davrida Amvos vabosi deyiladi. Shunday bir vabo bu keldiki, bu musulmon ummatining ustiga juda ko'pchilik kishi qirilib ketdi. Bu aytgan payg'ambarimizning alomati ham zohir bo'ldi. To'rtinchisi, mol ko'payadi. Bir kishiga 100 dinor berilsa, yana norozi bo'lib g'azablanadi. Bu yerda aytilgan 100 dinor 100 oltin dinori bo'ladi. Ya'ni moli dunyoda ko'payib ketishiga, oltindan narxi pastlab ketishiga ishoraki, 100 dinor oltin olgan kishi oz deb turib norozi bo'lib ketadi. 5-alomati, arablarning uylariga
birortasini adashtirmasdan, birortasini qoldirmasdan kiradigan fitna sodir bo'ladi. Bu mana o'tgan safargi darsimizda aytdik, sahobalar o'rtasida bo'lgan fitna. Sahobalar va tobiinlar o'rtasida bo'lgan fitnaki 70 ming odam bunda vafot topdi. Payg'ambarimiz aytgan bu alomat ham sodir bo'ldi. 6-alomati. So'ngra sizlar va Banu Asfar o'rtasida tinchlik sulhi bo'ladi. Ya'ni Banu Asfar deb turib, mana sharqda Banu Asfar deb Yevropa nazarda tutiladi. Musulmonlar bilan Banu Asfar Yevropaliklar sulhga kelishadi deydi. Oxir zamon alomatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyning yorilishini aytib berganlar. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar va in yaraw ayatan yuridu va yaqulu sihrun mustamir. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgidek sehr-ku derlar. Hijoz olovi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonga yaqin sodir bo'ladigan ishlar ichida aytgan eng ochiq alomatlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La taqumus sa'a hatta takhruja narun bi ardil Hijaz tudhi'u biha laha tuzi'u laha a'naqul ibili bi Busra." Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarni bo'ynini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hijoz bu Arabiston yerlari. Arab yarimoroli bormi? Mana shu Arab Hijoz yeridan shunday bir o't chiqadiki, Shomda turgan tuyalarni bo'yniga yorg'i tushadi deydi. O'ylab ko'ringlar, bu o't Madinadan chiqqan birodarlar. Madina qayerda? Shom bilan Hijoz o'rtasidagi chegara bo'lgan Busro qayerda? Mana payg'ambarimizning tarixini o'qigan odamlar bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yasharida amakisi Abu Talib bilan Shomga tijorat safariga chiqadi. Shunda Busro degan joyda Buxayro ismli rohib qaytarib yuboradi. Shomni eshigi u yer. O'rtada necha ming kilometr joydagi masofaga Hijozdan chiqqan o'tni yorg'i tushadi dedi. Bu bo'lib o'tdi birodarlar. 654-hijriy yilda. Qaranglar, bu ishlar qachonlar bo'ldi? Bu haqida Ibn Kasir hijriy tarixning 654-hijriy yil tarixida aytib o'tadi. Xususan ular qatorida Imom Alloma Hofiz Shahabuddin Abu Shahab al-Maqdisi ham yozib o'tadi. Kelinglar mana Hofiz Shahabuddinni ana shu o't haqida yozgan narsasini o'qib beraman sizlarga. 654-yilning Jumadul Oxira oyining 3-kuni, chorshanba kechasida Madina-i Munawvarada baland ovoz paydo bo'ldi. So'ngra qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer, devorlar, shiftlar, ustunlar, eshiklar titradi. Bu zilzila soat-soati bilan davom etib turdi. Bu zilzila chorshanba boshlangan bo'lsa, juma kunigacha davom etdi. So'ngra Harroda ulkan bir o't paydo bo'ldi. Harro bu Banu Qurayza yashagan tomondagi joy, Madinaga yaqin bo'lgan joy. U o'tning kattaligidan go'yo bizning oldimizda turganda ko'rinib turar edi. O'tning balandligi 3 minorachalik balandlikda edi. Sel oqib keladigan yo'llarni to'sib qo'ydi. O't oqib kelishni boshladi. Vulkan bo'ldi bu yerda. Madinaga yaqin bo'lgan joyda, janubiy sharqida mana shu vulqon paydo bo'ldi. Oqib kelishidan to'xtamadi. Bir jamoa kishilar uni oldiga yaqinlashib, uni ko'rishlik maqsadida tog'dan o't otilib chiqaradi. Iroq tomonidan keladigan hojilarning yo'lini to'sib qo'ydi. Tunda Madinadan xuddi hojilarning gulxanlari ko'ringandek uzoqdan ana shu olov ko'rinadigan bo'ldi. O't Madinaga qarab oqib kela boshladi. Bizni ustimizga yaqin kelib to'xtadi. Olov to'xtadida sharq tomonga qarab yurdi. Bu o't orasida tog'larda qoldiqlari, toshlar, shunga o'xshagan narsalar oqib kelayotganda shu toshlar ko'rinardi, kuygan toshlar. Vulqonga o'xshab toshlarni yeradi. Bu holda Alloh taolo Qur'onda aytgan ayni holat bo'lar edi. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Darvoqi dedi Alloh taolo, u jahannam har tomonga, har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Xuddi shu narsa bo'ldi bizda deydi. Men bu maktubimni 654-yilning Rajab oyida payshanba kuni yozayotganimda bir oy o'tdi o'rtadan. Hali olov to'xtamagan edi. Bu vulqon bir oy oqdi. Bir oy oqdi. Bu o'tni Yambo ahli ham ko'rdi. O'zlarining qozilarini Madinaga xabar olib kelishlik uchun yuborishdi. U Madinaga kelib, ko'rib holatni,
o'zini aqliga borib bu bo'layotgan ishlarni ta'riflashlikka tili ojiz bo'ldi. Shuningdek, Shomda yashagan Ibn Sha'na degan kishi ham yozadi. Biz deydi Damashqda turganimizda quyosh tutilishi bo'ldi. Bir oy Madinada oqqan bu vulqonni tutuni shunday bir osmonni qopladiki, Siriya Damashq mana bilasizlar. Ana shu Siriyaning ustiga shunday tutun borganligidan quyosh tutilishi bo'ldi. Ortidan oy tutilishi bo'ldi. Quyosh tutilib nurli pasaygan paytda xuddi quyoshga tutun qoplab kusuf deyiladi mana. Quyosh tutilib qolgan paytda o'tni yorug'i tushganligidan devorda o'tni aksi ko'rinardi deydi. Quyosh to'silib qoldi, lekin u o'tni yorug'i kelib turdi. Bu qanaqa katta o't edi? Olov osmonga baland ko'tarildi. U xuddi qal'aga o'xshar edi. Olov kattalashdi. Odamlar qo'rqib Masjidun Nabaviyga qarab borishdi. Boshlarida kiyimlarni yechib, o'zlarini e'tirof qilishib, gunohkorliklarini Alloh taolaga istig'for aytishdi. Ayollar, yosh bolalar uylaridan chiqib, Alloh taolaga xolis duolar qildilar. Olovning qizil rangi butun osmonni qopladi. Odamlar kunduzi go'yo oy yorug'ida turgandek edilar. Kunduzgi holat oy yorug'ida turgandek turar edi. Nimadan? Tutunning ko'pligidan, osmon qoplanganligidan. Odamlar halok bo'lishlariga ishondilar. Shu kecha odamlarning hammasi masjidda qoldi. Kimisi Qur'on o'qigan, tasbih, takbir aytgan, ruku, sajda qilgan, duo qilgan holda tong ottirdilar. Qilingan tavba tazarrurlar sabab o't ortiga qaytdi, pasaya boshladi. Shu zamonda yashab o'tgan ulug' olimlarimizdan Imom Navoiy aytadiki, 654-yil, ya'ni bizning zamonamizda Madinada bir olov paydo bo'ldi. Bu buyuk olov edi. Madinaning janubi sharqida. Menga Madina ahlidan bo'lgan bir kishi xabarini berdi. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mana hijratni 654-yilida mana shu payg'ambarimiz aytgan alomat zohir bo'ldi. La taqumus sa'a hatta takhruju narun bi ardi Hijaz tudhi'u laha a'naqul ibli bi Busra. Buxoriy rivoyati. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarning bo'yinlarini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan avval qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mana bir qancha mayda, kichik alomatlarini o'qigan bo'ldik. Qaysinisi bo'lmadi? Birodarlar, bu bo'ldi emas. Mana inshaalloh ertaga o'sha kichik alomatlarning bir qismini o'qiymiz. 2 yoki 3 darsda kichik alomatlarni tugatamiz, keyin katta alomatlarga o'tamiz. Katta alomatlarigina qoldi. Ko'zimizni katta ochaylik. Butun koinotni ontar-to'ntar qilib tashlaydigan qiyomatning qachon bo'lishi bizga qiziq bo'lmasin. Chunki uyqu kichik o'lim bo'lsa, insonning haqiqiy o'limi kichik qiyomat deyiladi. Har bitta odamning ruhi og'zidan chiqishligi bilan u uchun qiyomat boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo ibrat oladigan bandalar qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.